Tayyormisizlar? Hop, avvalambor assalomu alaykum hurmatli kasbdoshlar. Markaziy o'yingohga xush kelibsizlar. 2025-yilgi mavsum futbol bo'yicha Superliga musobaqasi yakuniga yetdi. Yakuniy tur 30-turdan o'rin egallagan Navbahor hamda Paxtakor jamoalari o'rtasidagi bahsdan keyingi matbuot anjumanining birinchi qismini boshlaymiz. Unda mehmon jamoa Paxtakor jamoasi bosh murabbiyi Kamoliddin aka Tojiyev ishtirok etadilar. Kamoliddin aka, avvalo savollardan oldin o'yin xususidagi mulohazalaringizni o'rtoqlashsangiz. Assalomu alaykum. O'yin haqida keladigan bo'lsak, qiyin o'yin bo'lishini bilardik. Navbahor bilan bu yoqda har doim yengil o'yin bo'lmagan. Lekin o'yinni yaxshi boshladik, gol urdik. Birinchi taym bolalar yaxshi o'ynadi. Ancha jarohatlarimiz bor, jarohatlangan bolalarsiz keldik. Shunda ham bolalar yaxshi o'ynadi. Ikkinchi bo'limda shu qizil kartochkadan keyin ozgina qiynaldik, no g'alabaga erishdik. Bolalarga rahmat siz bo'yicha. Savollar bormi? Sizning sizlarga bugun nima kayfiyatga ko'rinishadi? Yutsak nima bo'ladi? G'alaba qozonsak. Ha, bo'ladi. Navbahor ham o'zini kuchiga ega. Bugun 1-1 bo'ldi. Shunda ham ikkinchi o'rinni oldik. Kamoliddin aka, jamoani qiyin holatda qabul qilib olgansiz va ikkinchi davrada jamoa umuman o'sha sizni boshqaruvingizga o'tgandan keyin birinchi davra yakuni va ikkinchi davrada to'liq jamoa mutlaqo boshqacha o'yin namoyish etdi va buning natijasida raqamlar, statistika gapirmoqda. Savol shunaqaki, tubdan o'zgarishini zamiri nimada deb o'ylaysiz? Bolalarni birgalashtirdik, muhitni yaxshiladik. Shu murabbiy klub bilan orasida ham nima deydi? O'sha orasidagi muhitni yaxshiladik. Shunga kelib mana shu nima deydi? Yutuqlarga erishdik. Endi asnoviy shu muhit edi. Davralar oralig'ida qilingan transferlar qanchalik foyda berdi? Transferlar yaxshi transferlar qildik. Hammasidan qoniqdik, hammasi yordam berdi. Ходят слухи, что трансферное новое окно следующего года поговаривают, что Сергеев может покинуть клуб и перейти в более другой клуб, который сейчас будет возглавлять Самвел Бабаян. Вчера такие слухи появились, поэтому хотелось бы узнать, вы рассчитываете ли на Игоря Сергеева в следующем сезоне, чтобы он играл в Пахтакоре? Мы на него всегда рассчитываем и сейчас разговариваем на эту тему. Да, мы его всеми силами оставим в команде, конечно. И он сам хочет это. А как насчет нападающего Павла Халипова? Он сегодня не вышел в игре, поэтому... Ну, сегодня игра такая была, мы его хотели, планировали, но удаление было и нападающего выпускать не посчитали нужным. Kamoliddin bugungi mavsumda mana shu O'zbekiston Kubogining qo'lga kiritdi. Ikkinchi bugungi mavsum to'g'risida ikkinchi savolim, kelasi yili Osiyo chempionatidagi imtiyozlar haqida edi. O'zbekiston Kubogi keladilar kuchaytirishni Albatta bu chempionatdan qoniqdim, 100% qoniqdim. Bolalarga ham aytdim. Bolalar ham mehnati juda katta shu qilingan anaqa yutuqlarga, o'shanga juda qoniqdim. Bolalarga ham rahmat deyman har doim. Bu bolalarning mehnati. Rahmat deyman. Keyingi yilga albatta kuchaytiramiz. 3-4 ta transfer qilamiz. Savollar bormi? Yangi yilga nasib etishib ждать изменений в составе команды и в тренерском штабе. В плане трансфера будет, да, трансфер. Дай бог, хороший трансфер будет. А в тренерском штабе будет изменение, не будет, посмотрим. Kamoliddin aka, chempionlik yo'lidagi asosiy raqiblarni, prinsipial raqiblarni barchasi bilan ijobiy natija qayd etildi. Amaldagi chempion Neftchi bilan Farg'onada 0-4, Toshkentda bitta kam bo'lib turgan g'alaba qozondinglar, lekin kutilmaganda o'sha Sho'rtan, Qo'qon bilan uchralgan durang. Buni qanaqa izohlaysiz? Endi kuchli jamoalarga bolalarni tayyorlash ham kerak emas, bolalar o'zi tayyorlanadi. Shu Sho'rton bilan yo'qotilgan ochkolar ozgina shu nastroyda ozgina ham berdi, nastroy qilish.
Yomon chempionat bo'lmadi. Bolalarga rahmat. Savollar yo'qmi? Savollar yo'q bo'lsa, birinchi qismni yakunlaymiz. Salomat bo'ling. Rahmat. Rahmat. Aka, omad. Omad.